Kichkina sotuvli yerli tez sotilib ketadi, ayniqsa o'zbekona mahallalarda bo'lsa. Manzil Shayxontohur tumani Qottabog' mahallasi, Mo'ljal Komolon masjidi. Mana shu 6 sotuvli uchastkamizning yarmi bu tarafi 3 sotuvga sotilar ekan, darvoza silada qoladi. 3 sotuv, fasad razmerlari 10 metr. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiya muammo yo'q. Infratuzilmalari, masjid, maktab, bog'cha, Komolon milliy taomlari, restoran, milliy taomlar, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Videoni yaxshi mahallalardan yer qarab, uchastka quraman deb yaxshi niyat qilib qo'yganlarga jo'natib qo'yinglar. Narxini kelishtirib o'zim aytaman dedilar, egalari tomonidan belgilanadi. Mana mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, egalari o'zlari aytishadi. Qoyil qoldim, 1-4 sotuvga 4 etajli uchastka quribdilar. Xonalari ham kengini qilib qurilgan. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz mazza qilasiz. Manzil Yangi Hayot tumani, Mo'ljal 5 bilan 4 metro bekati. 1-4 sotuvga qurilgan oshxona, terrasa, mansarda, podvollardan tashqari 8 ta xona. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari, metro, korzinka, havas savdo, maktab, bog'cha hammasi yaqin masofada joylashgan. Bag'ri keng uchastka, bemalol katta oilalar ham sig'ib yasha oladi. Videoni mana shunaqa yangi qurilgan uchastkalar qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, variant sifatida tashab qo'yinglar. 195.900 so'ralyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmasanglar, shunaqa zo'r variantlarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Kvartira sotib olganda sizlar ham menga o'xshab birinchi o'rinda lokatsiyasiga ahamiyat berasizlarmi? Hamma udobstvo bo'lish kerak, to'g'rimi? Aniq manzil Olmazor tumani, Sog'bon, Bavrum turar joy majmuasi. Etajnisi ham zo'rda, 2-qavatda joylashgan, 60 kvadrat metr, joydan maksimal darajada unumli foydalanilgan. Xona, oshxonalardan tashqari. Infratuzilmalari, korzinka, masjid, maktab, bog'cha, do'konlar, yashash uchun kerak bo'lgan hamma sharoit bor. Mebel texnikalari bilan sotilyapti. Shundoq kelib yashaysizlar. Videoni yaxshi lokatsiyadan kvartira qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Menimcha tez sotilib ketsa kerak, 86.900 baholandi. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Okajonlar, arzonga 3 sotuvli xonadan ko'rib qo'ydim sizlarga. Ko'pchilik uchastka sotganda orqa tarafini sotadi. Bular orqa tarafida o'zlari qilyaptilar-da, sizlarga eng shirin joyini mana shu oldi tarafini sotyaptilar. Fasad razmerlari ham katta, 20 metr. Manzil Zangeta tumani, Nazarbek harakatda bu uchastkamizda. Fasad razmerlari 20 metr, 3 sotuv, 6 ta xona, podvollari ham bor. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, maktab, bog'cha, korzinka, Shohsaroy kafe, masjid yaqin masofada joylashgan. Taxminan mana masjiddan devor olinadi. Bu tarafi, uchastka tarafi sizlarga bo'ladi. Videoni kichkinaroq uchastka qidirayotgan tanishinglar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. 92.500 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Oka, mana shu yerni sotib olasiz, chunki bilaman 1,5 sotuvli yerni qidirib yuruvdingiz. Mana shu uchastkamizni yarmi sotilyapti, fasad razmerlaridan 10 metr beradilar. Aniq manzil Zangeta tumani, Nayman mahallasi. 1,5 sotuv, fasad razmerlari 10 metr, kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, maktab, bog'cha, do'konlar, katta yo'lga ham yaqin masofada joylashgan, zapravkalar ham bor. Videoni 1,5 sotuvli yer qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Kichkina sotuvga ham hozir zo'r uchastka qurishyapti-yu, to'g'rimi? Sotiga 16 mingdan, umumiysi 24 ming bo'ladi. Mana shunaqa arzonroq yerlarni, uchastkalarni, kvartiralarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi.